Nega oyna, romli, eshikli sovuq o'tkazadi deyshadi. Sababi mana shel bo'lib yotibdi. Qo'l bilan nima qilsa bemalol barmoqli kirib ketyapti. Bu yoqda eshik ham xuddi shunaqa. Mana polni zazor barmoqli kiryapti, ilmayapti. Burchkan tepaga qilgan taqdirda ham. Shuning uchun atapleniyalarni men yoqqan bilan isimaydi, uylar sovuq kirib yotaveradi. Shularni hozir remont qilamiz, rezinkalarni alishtiramiz, bitgandan keyin xudo xolasa natijasini qo'yamiz. Mana ishlarimiz bitdi. Eshigimizni, romimizni ta'mirlab berdik. Bitta bo'lgan ishlar mana rezinkalar almashdi. Siqilib yopilyapti. Mana endi tortganda ham ochilib ketmayapti. Romda ham xuddi shunaqa rezinkalar siqilib yopilyapti. Tamam, yumush ochilib yopilyapti. Yaxshi. Tashqaridan havolar changlar kirmayapti. Eshikni mana orqa taraflari ham qiyshib ketadi. Ularni ham to'g'irladik. Petalarni regulovka qildik. Eshikni ochib yopganda yumush ochilib yopilyapti. Burchkan tepaga qilgan keyin rezinkalari siqilib yopilyapti. Tashqaridagi har xil shovqinlar nimalar ichkariga kirmaydi. Mana ko'chada ovoz, tovush bor. Yopgandan keyin jimjit bo'lib qoldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib beramiz.